Foziljon, bu turshak. Yo'q. Kinoni boshlagan paytimiz men komandali bolalarga aytdim-da, kinoda Rajab doda o'ynamasalar, dedim, olmaymiz bu kinoni. Yo'q, rostdan. Men chunki kichkinaligimdan ko'rib kelaman-da, kinolaringizni, rollaringizni ko'rib kelaman. Agar mabodo nasib kino oladigan bo'lsa, men albatta shu Rajab doda bilan ishlayman degan niyatim bo'ladi. Rahmat. Hozirgi yoshlar ko'proq o'yinqaroq narsalarni yaxshi ko'radi va kitob o'qishdan chetlab qoldi. Aslida qancha ko'p kitob o'qisa, kelajakda uni hayotini o'zgartirib yuboradigan darajada fikrlar paydo bo'ladi. Yaxshi, go'zal fikrlashni o'rgansa, hayoti ham go'zal bo'ladi. Hayoti o'zgaradi, yaxshilik tomonga boradi. Agar o'qimasdan uni gapiga kirib, buni gapiga kirib, har xil yo'llarga ketaversa agar, Xudoyam rozi bo'lmaydi undan. Foziljon, bu turshak. Yo'q. Bu o'g'lingiz ajoyib. Yaxshi yo'l tanlabdi. Rejissori yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ularning rohatini ko'ring ilohim. Hamisha mana shu qayerda bo'lmang, hamisha rahmat ish sizlarga nasib qilsin. Hammamizga nasib qilsin. Rahmat ish. Ey otangga rahmat desin. Rahmat doda.